Hammaga assalomu alaykum. Bugun mana meni jamoamdagi shogirdlarimdan yana bittasi Qurboqboy va Gulzarxon opam, o'sha hamma tanigan Gulzarxon opamni yana bitta orzularini amalga oshirdik. Gulzarxon opam meni strukturamda eng yoshlari kattasi. O'sha necha yoshsiz? 49 yoshdalar. Ko'p ayollar yoshim to'g'ri keladimi, ishlasam bo'ladimi deb so'rashadi. Albatta bo'ladi. Ham davlat ishida ishlaydilar, matbuotda ishlab turib, yana qo'shimcha daromad topish maqsadida xabarlik kompaniyasiga kirib kelganlar va bugungi kunda mana o'zlarini davlat ishida ishlari bor. Kompaniyada eng qimmatbaho direktor va endi o'zlarining shaxsiy ofislari ham bor. Qisqagina ishimiz haqida, ish haqida ma'lumot bering. İşim bo'lishiga qaramasdan qizlarjonlar shu kompaniyani sevib ishlab kelmoqdaman. O'zim uchun mahsulot olaman deb kirib kelganman. Hozirgi kunda Rubin direktorman. Yaqinda shu katalogda xudo xolisa 40 million bonusimni olaman. Tasavvur qilinglar, 40 million bonus bungacha 26 million deyapmiz, 20 millionmi? 26, 20, 30 milliongacha olib bo'ldilar. O'sha endi bu safar 40 million bonus oladilar. Men sizga ishonaman, sizni yaxshi ko'raman. Eng men aqlli shogirdlarimdan bundan keyin 60 million bonusni ham shunaqa tez kunda olishingizni tilab qolaman, xudo xohlasa. Qo'lingizdan kelishiga ishonaman. Omadingiz bersin. Qizlarjonlar o'ylab o'tirsanglar, o'tiraverasizlar. Buning uchun sizlar kompaniyaga a'zo bo'lishingiz kerak va ishlab ko'rishingiz kerak. Albatta pullar juda ham ko'p, faqat harakat qilishingiz bo'ldi. Hammanglarga omad tilab qolaman. Omadinglar bersin.